Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning chadal Uyg'urlarni zo'r kuch bilan baylayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Atalmış bir balva bir yo'l qurilishi va uning Uyg'ur va Baloch ko'rsatgan ta'siri. Yevropa Uyg'ur instituti Uyg'ur kirzisi va lagerlar haqida xalqaro muhokama yig'ini o'tkazdi. Sog'lomlik haqida salat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizin təfsili məzmunlarda bo'lsa. Sharq Turkistondagi to'g'rilashgan nazoratning allaqachon Xitoy chegarasidan olqib chiqqanligi ko'p taraflarda ma'lum bo'lmoqda. Bo'libmi chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilarining buningda nuqtaliq paylash nishoniga aylanishi eng tipik hodisa. 11 dekabr kuni e'lon qilingan Timosi Nerozi imzosidagi maqolada Xitoy hukumatining maxsus Amerika fuqaroligini olgan Uyg'urlarning paydo bo'layotganligi bayon qilingan. Maqolada ko'rsatilishicha, yaqinda ma'lum bo'lgan Xitoy hukumatining atalmış Birlashma Rusiya nomidagi qo'mondonlik markazining oylik xabarnomasining birida Şinjandan 1535 kishi chet el fuqaroligini olgan bo'lib, bular o'z navbatida bizning elchixonalarimizga viza iltimosini topshirgan deyiladi. Yaqinda Amerika Avam palatasi mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasida Amerikadagi Uyg'urlarning mushkildagi parokandachilikka uchrayotganligi alohida bayon qilingan. Angliyada nashr qilingan simli xabarlar to'g'rida e'lon qilingan Morgan Mikerning bu vaqtdagi maqolasida Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbosning Amerika davlat majlisida Sharq Turkistondagi zo'r tutqun haqida guvohlik berib, atisila to'rbetining hujumiga uchrashi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining to'rbeti ko'p qitimlab noma'lum to'r hakkerlarning buzg'unchilik xarakterdagi hujumlarga uchrashi tafsili bayon qilinib, Xitoy hozir o'zlarining dushmanlariga to'r dunyosida barliq vositalardan foydalanib hujum qo'zg'amoqda. Shundaqla ularni qattiq paylamoqda deyiladi. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari chet ellardagi Uyg'urlarga uchur yo'llab, ularni Xitoy hukumatining foydasiga so'z qilish yoki o'zlari xizmat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlaridan ayrilishga qiziqtirmoqda ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining xodimi Gerek Fay bu to'g'risida so'z qilib, ilgari Xitoy hukumati chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini paylab kelgan bo'lsa, hozir ular nuqtaliq shaxslarni nishon qilishga yo'llanyapti degan. Germaniyada o'tkazilgan yig'inda Xitoyning bir yo'l bir balvo qurilishi va uning Uyg'ur ham balochilarga ko'rsatgan ta'siri muzokara qilindi. Erkin Osiyo radiosi xabarida Xitoy hukumati o'zining bir balvo bir yo'l qurilishini keng yo'l qo'yayotgan shundaqla Pokiston, Qozog'iston qatorliq Ipak yo'li bo'yidagi davlatlarning qo'llashiga erishayotgan bir mezgilda bu qurilishning Uyg'ur va balochilardek yerlik millatlarning haq-huquqlariga ko'rsatayotgan ta'siri xalqaro jamiyatning diqqat nuqtasiga aylanmoqda. 11 dekabr kuni Germaniya poytaxti Berlinda o'tkazilgan bir yo'l bir balvo haqidagi muhokama yig'ini dal mush masalaga bag'ishlandi. Yig'inda Xitoyning iqtisodiy kuchini pesh qilib, Yevropadagi ba'zi davlatlarga savdo va iqtisodiy foyda va'da qilishi, Yevropaning negizli qiymat qarshiga zo'r xiris epkayotganligi ta'kidlanib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining Uyg'ur, Balochi qatorliq yerlik millatlarga qanchalik og'ir yuk ilib kelayotganligi o'tirib qo'yilgan, shundaqla Germaniyadek Yevropa davlatlarining yuqorqi millatlarga qarta ayib berilayotgan kishilik huquq tafsandchiligi va insonlikqa qarshi jinoyatlarga sherik bo'lib qolmasligi. Shuning uchun bu davlatlarning darhol tadbir elish talab qilingan. Vakolatsiz millatlar va xalqlar tashkilotining sohibxonligida o'tkazilgan yig'inga Markaziy Londondagi Balochi kishilik huquq kengashi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, tahdid ostidagi xalqlar jamiyati qatorliq tashkilotlarning vakillari va faoliyatchilar taklif bilan qatnashgan. Mutaxassislar doklad bergan. Taraflar Xitoyning bir yo'l bir balvo qurilishi va uning osonlik millatlar huquqiga ta'siri nomli yig'inda Xitoyning atalmış Uyg'ur avtonom rayoni va shundaqla Pokistonning Balojiston o'lkasida qurayotgan ul asalarining bu rayonlardagi yerlik xalqlarga qarshi zo'ravonlik harakatlarini qanday kuchaytirayotganligi muzokara qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Berlinda turishlik vakili Stefan Lampa bu qadimgi yig'inda doklad bergan kishilik huquq faoliyatchilarining biri bo'lib, dokladida bir yo'l bir balvoq planining Sharq Turkistondagi yerlik xalqlarga epkagan ta'siri haqida to'xtalib, buning Sharq Turkistonda ishga o'rinishdagi tengsizlik, Uyg'ur tilining cheklanishi, 3 milliondan ortiq Uyg'urning lagerlarga qamalishi, diniy e'tiqod va madaniyatning bo'g'ilib, assimilyatsiyaning tezlashini keltirib chiqarganligini, Xitoy hukumatining yaqinda oshkorlangan hujjatlarining Sharq Turkistondagi reallikni aniq ichib berganligini bildirib, hozir rayondagi partiya amaldorlariga, kishilik huquq tafsandchiligiga aralashgan shirkatlarga embargo yurgizishning dal vaqti ekanligi, Germaniyaning Amerikadagi Magnitsky qonunini chiqarish kerakligini ta'kidlagan. Bu qadimgi yig'in Germaniyadagi ba'zi cho'ng shirkatlarning Sharq Turkistonga mablag' solib, zavod qurganligi yoki Xitoyning rayonda digital nazorat sistemasi qurishiga yordam berganligi oshkorlanib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchrayotgan mezgilda ichildi. Bu vaqtdagi xabarlarda Germaniya Zeminiz shirkatining Xitoyning digital nazorat sistemasi qurilishiga yordam berganligi ilgari surilib, tahdid ostidagi xalqlar jamiyati Germaniya Volkswagen shirkatining Urumchidagi avtomobil zavodini taqishini talab qilgan. Lekin Volkswagen shirkati o'zlarining hech qanday xato ish qilmaganligini ilgari surgan. Yevropa Uyg'ur instituti bilan Brusseldagi Hurriyet universitetining hamkorligida Uyg'ur krizisi, lagerlar va uning hujjat manbalari haqida izdenish muhokama yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'in Fransiyada qurilgan Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan tadqiqotchi Dilnur Rayhan bilan Brussel Hurriyet universitetining tadqiqotchisi Vanessa Frangovilli xonimning birlikda planlashi, Uyg'urlar ustida tadqiqot olib berayotgan mutaxassislar, ko'z ko'ringan jurnalistlar, Uyg'ur faoliyatchilar
universitet professorlari va o'quvchilarining ishtirok qilishi bilan intayin natijali oxirlashgan. Dilnur Rayhan xonim muhokama yig'inining intayin ahamiyatli va natijali bo'lganligini bildirib, muhokamani uyushtirishga ko'zlagan nishonga yetganligini, dunyoning har qaysi yerlaridan yig'ilgan Uyg'urshunos tadqiqotchilar, jurnalistlar va faoliyatchilar o'zlarining lagerlar haqidagi izlanishlari hamda Uyg'urlarning yaqinqi vaziyat haqidagi pokitlik tadqiqotlarini o'tirib qo'yganligini, muhokama va analizlar orqali Xitoy hukumatining Uyg'ur siyosatiga doir ko'z bo'yamchiliklarining mohiyatini ochib ko'rsatish va uningdan ogoh bo'lish haqidagi nishoniga yetganligini bildirdi. Yig'inga xalqaro ko'z ko'ringan Uyg'urshunoslardan Ryan Tam, Johanna Simis, Tim Goris, Jin Bonin qatorliqlar o'zlarining yaqinqi izlanishlarini o'tirib qo'ygan. Angliyadagi mustaqil tadqiqotchi Aziz Aysa Afandi javobsiz qolgan telefon nomli hujjatli filmni tonishtirgan. Uyg'ur aktivlardan Xalmurod Uyg'ur muhojiratdagi Uyg'urlarning faoliyatlari haqida tonishtirish bergan. Uningdan boshqa yaqinda Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan jurnalist Ulusi yozichi, tadqiqotchi Xanna Bordov qatorliqlar o'zlarining Sharq Turkistondagi ziyorati jarayonida shohid bo'lganlarini anglatgan. Yaqında Ozuqshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik yangi tadqiqotda ko'rsatilishicha, ko'p suv ichish bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga foydali bo'lib qolmay, yana ularning ishlarni bartaraf qilish iqtidorini o'stiralaydi ekan. Amerika Illinois instituti Shampan sho'ba maktabi faoliyat va ommaviy sog'lomlik ilmiy professori Nayman Xon va Amerika Sharq Shimol institutining professori Charles Sherman birlikda bu tadqiqotni tamomlagan. Tadqiqot umiki 9 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan 75 bolani tajriba o'qiti qilib, oldi bilan ularni uda 4 kun, har kuni odatdagi asosiy liniya bo'yicha 0,5 litr suv ichishga o'rlashtirgan. Orqadan sinoq qatnashgan bolalar har kuni ichadigan suv miqdorini 2,5 litrga yetkazib, 4 kun davomlashtirgan. Tadqiqotchilar suylikning selishtirma eg'irligi va suylik rangi qatorliq tekshirish usullari va maxsus loyihalangan ko'p xil vazifalik o'lchash faoliyatlaridan foydalanib, 2 xil suv tarkibi bo'lgan ahvolda bolalarning suylikini gidratlashtirish sonliq ma'lumoti va bilish iqtidorini sinagan. Natijada ko'p suv ichganda bolaning ishlarni bartaraf qilish iqtidori texmi kuchli, inkas texmi tez bo'lgan. Bu shuni tushuntirib beradi-ki, suvni ko'p ichish murakkab bilish iqtidorini o'stirishga foydali ekan. Tadqiqotchilar bolalar odatda tashabbuskorlik bilan suv ichmaydi. Shunga ular doim suvsizlanish holatida turdi. Ota-onalar bolalarning suv ichishini muvofiq eskartishi intayin muhim ekanligini ta'kidlagan. Xabarlarimizga ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.